Alhamdulillahi Rabbil alamin va salatu vassalamu ala xayri xalqi Muhammad va alihi va sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Xayrul kalami kalamulloh va xayru hadi hadi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. So'zlarning eng yaxshisi Allohning so'zi, yo'llarning eng yaxshisi Muhammad alayhisalomning so'zi. Yo'llari. Bir odam bemor bo'lib, kasal bo'lib, biror bir tabibning oldiga boradigan bo'lsa, tabib uni kasalini ko'radi, diagnoz qiladi, tashxis qiladi va falon kasal ekan deydi, falon dorini yozib beradi. O'sha dorini yozib berib turib aytadiki, shu dori sizga kor qilish uchun mana buncha muddat ichasiz, to'xtovsiz va mana narsalardan parhez qilasiz. Ya'ni suv ichmay turasiz deydimi, cho'milmay turasiz deydimi? Xullas, ana shu dori sizga foyda qilishligi uchun kerak bo'ladigan shartlarni aytadi. Shu shartlarni bajarsangiz, inekin shu dori sizga kor qiladi. Doktorning talab qilgan shu talabini zo'r qilib uddalasangiz, shunda ham shifo bo'lmasa, ine borib turib yo tabib yo xoslasangiz yarashadi. Yo agar ana shu tabib sizdan dorini berib turib talab qilgan shartlarini bajarmasdan turib, cho'milib qo'yib, suv ichib qo'yib, shifo topmadim deb boradigan bo'lsangiz, ayb o'zingizda bo'ladi. Bu muqaddima edi. Mana Alloh subhanahu va taologa beadad hamd va sanolar bo'lsin. Mana muborak Ramazon oyiga Alloh taolo o'ldirmasdan yetkazdi. Sahoba ikromlar Ramazon oyini tutib bo'lib ro'zasini Alloh taologa 5 oy, 6 oy yig'lar ekan. Parvardigor tutgan ro'zalarimizni qabul qilgin. Qolgan 6 oyini yana yig'lashar ekan. Parvardigor Ramazonga yetmasdan jonimizni olmagan. Alloh taologa hamd va sano bo'lsin, Ramazonga yetkazdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarning birida minbarga chiqib ketayotib, 3 marta amin, amin, amin dedilar. Sahobalardan bu quruq amin deyishini sababini so'raganda aytib berdiki, minbarga chiqib ketayotganimda do'stim Jabroil kelib aytdiki, ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, ota-onasidan ikkalasi tirik yoki bittasi tirik bo'lsa bir kishini, shu ikkala ota-onasi yoki bitta ota-onasini tirikligida duosini olib, roziligini olib, o'zini jannatiy qilib olmagan kishi xor bo'lsin. Amin deng dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Amin dedilar. Duo ketdi birodarlar. Ota-onasidan bittasi yoki ikkalasi tirik bo'lib turib, roziligini olmasdan o'tib ketgan farzand xor bo'ladi. Duo ketgan. Bu birinchi amin deyishini sababi edi. Ikkinchi amin deyishini sababini aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi, "Qachon sizni ismingiz zikr qilingan paytda sizga salovat aytmagan kishini burni yerga ishqalsin, xor bo'lsin. Amin deng" dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Amin dedilar. Demak, birodarlar, Rasululloh deyildimi, Muhammad alayhisalom deyildimi, payg'ambarimiz deyildimi, eng kamida alayhisalom deb qo'yish kerak. Lekin sallallohu alayhi vasallam deyishlik afzal. Duo ketdi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ismi zikr qilinganda salovat aytmagan odam bo'ladi, burni yerga ishqaladi. Va uchinchi amin deyishning sababi shu bo'ldiki, Jabroil alayhisalom Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdiki, qaysi bir kishi Ramazon oyiga guvoh bo'lsa-yu, gunohlardan tozalanib, o'zini jannatiylar qatoriga qo'shib olmagan bo'lsa, xor bo'lsin, amin dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amin dedi. Birodarlar, mana shom payti kelishligi bilan islomda yangi kun boshlanadi. Hozir Ramazon oyida o'tiribmiz. Tog'atganda Ramazon bo'lmaydi. Islomda shom payti keyingi kunda kirganligini bildiradi. Shunday bo'ladigan bo'lsa, siz bilan biz Ramazon oyida o'tiribmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan duo ketgan, shu oyda taqvo qilib, shu oyda ibodat qilib, agar biz o'zimizni gunohlardan tozalab jannatiylar qatoriga qo'shib olmaydigan bo'lsak, xor bo'lamiz. Burnimiz yerga ishqaladi. Alloh o'zi saqlasin bundan. Mana so'zni boshida tabibni misolidan boshladim. Mana imom domlamiz taravih namozini birinchi rakatiga Baqara surasidagi birinchi oyatlarni o'qidi. Bismillahirrohmanirrohim. Alif lam mim zalikal kitab la royba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim bu shunday kitobki, bu kitobda hech qanday shubha bo'lmagan kitob.
Hudan lil muttaqin. Taqvodorlar uchun hidoyat bo'lgan kitob. Mana payg'ambarlarning qissalarini ko'rib chiqdik bir qator sizlar bilan. Allohga hamdlar bo'lsin. Va xulosamiz shu bo'ldiki, agar Alloh hidoyat qilsa, xohlagan bandasini hidoyat qilar ekan. Agar hidoyat qilishni xohlamasa, 25 ta mo'jizani ko'rsa ham, bag'rayib lan nu'mina laka hatta naralloha jahratan. Allohni o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rmagunimizcha senga iymon keltirmaymiz ey Muso deb turishaverar ekan. Qur'onda ba'zi oyatlarni o'qib turib dahshatga tushasiz. Bala qodirina ala an nusawwiya banana. Biz sizlarni o'lib, chirib turpoq bo'lib ketganlardan keyin qayta tiriltiramiz desak, ishonmayapsizlarmi dedi Alloh. Sizlarni tiritilishlik emas, faqatgina tiriltirib qo'yish emas, barmog'inglarning uchidagi izinglardan o'zi o'rni gap kelib qo'yamiz dedi. 19-asrning ikkinchi yarmida kriminalistika fani rivojlangandan keyin aniqlandi, odamning barmog'inizi bir-biriga o'xshamasligi. 1,5 yil burun bunaqa bir diqqat qayerdan aytilindi? Bunaqa puxtalik qachon aytildi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'qishni, yozishni bilmagan bo'lsa, demak bu Allohning kitobi ekan degan Qur'onga bo'lgan muhabbatingiz yana oshadi. Shundaymi? Sizni qalbingiz yumshoq, dahshatga tushyapti Allohdan qo'rquvdan. Yana bitta odamga baribir o'tiribdi. Marajal bahrayni yaltaqiyan baynahuma barzahum la yabghiyan. Ikkita suv keladi, biri shirin, biri sho'r, urushadi, lekin o'rtasida ko'rinmaydigan to'siq bor, aralashmaydi. Hatto o'sha g'arb olamidagi katta bir dengizchi olim buni ko'rib iymon keltirib olibdi. Xuddi shu oyatda bittasi odamga o'qib bersangiz, unga temperaturasi ko'tarilmaydi ham, tushmaydi ham. Unga baribir. Nimaga bu kitob hammaga bir xil ta'sir qilmayapti? Aytasizda, shu mo'jizani odamlar ko'rsa nima bo'lar ekan? Hammasi iymon yo'q akalar. Alloh hidoyat qilganlar iymon keltiradi. Bu kitobda Alloh taolo aytayaptiki, bu shunday kitobki, shubha yo'q buning ichida va taqvodorlar uchun hidoyat deydi. Boya aytdim sizlarga. Tabibni talablarini bajarasiz, dorini iste'mol qilishidan burungi aytgan talablarni bajarasiz, ini dori kor qiladi. Alloh taolo aytayapti, hudan lil muttaqin. Bu kitob hammaga emas, taqvodorlarga chiroyli yo'lni ko'rsatadi deydi. Kim Qur'ondan to'g'ri yo'lda o'rganib yashaydi? Kim Qur'on bilan chiroyli bir hayotini bir bezaydi? Muttaqinlar deydi. Demak, hammaga oyatni o'qib bersangiz ham siz ta'sirlanganiga ta'sirlanmay olmas ekan. Agar u kishida taqvo degan sifat bo'lmasa. Bu oyatlarda Qur'oni Karimda birinchi o'rinda keltirilganligi, mana kitob tartib qilinganda Baqara surasi birinchi kelishligi va xususan mana shu Qur'ondagi eng katta sura bo'lgan Baqara surasidagi birinchi mana shu 5 yoki 6 ta oyatni nimaga birinchi o'rinda kelganligini bir fahm qilaylik. Bu kitobni o'qishdan avval deyapti, insonlar qaranglar. Bu kitob sizlarga asqatishini xohlasanglar, hayotingizda tuzatishini xohlasanglar, avval sizlarda 1, 2, 3 sifat bo'lish kerak. Ini kitob sizlarga asqatadi deyapti. Alloh Qur'onda mana qanaqa degan? Alloh Qur'onda mana qanaqa degan? Desangiz, bir odam buni tasdiqlamayapti. Nima deyapti? Shunday mazmunlar borki, sudxo'rlikni kasb qilgan odamlar o'zlariga Alloh va Rasulidan urushni halol qilyapti deydi. Musulmon odam biladiki, sudxo'rlikka qo'l urgan odam, bergan ham, olgan ham xor bo'ladi. U aniq xor bo'lishligi, ikkilanmaydi, shunday emasmi? Endi xuddi shu oyatda ana shu deylik kitobga iymon keltirmayotganki, qalbi Alloh tomoniga yotmagan odamga gapirsangiz, xoromayapti, normal yuribdi deydi. Falonchi, po'kinchi deydi, yegani oldida yemagani. Lekin ishtonning ichidan nima o'tayotganini o'zi biladi. Alloh va Rasulidan urushni o'ziga halol qilyapti deganda, boyaga aytgan Qur'on ta'sir qilayotgan odam tiyiladi bu ishdan. Boshqa odamlar u o'zi bilyapti hali sudxo'r hayot qana ketyapti. Alloh xor qilaman dedimi? Biz uni istamaymiz, qancha xor qilar ekan. U xor bo'lgani o'sha o'zi. Mana taqvodorlar uchun hidoyat deyapti Alloh taolo. Mana endi taqvodorlarning kimligini gaplashamiz. Inshaalloh 20 daqiqada shu masalalarga qilamiz. Hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil g'oyb. Davom etkizinglar. Yuqimuna as-solat, chunsi va mimma razaqnahum yunfiqun, zakat emas. Uchta sifat egalarini Alloh taolo muttaqinlar deyapti. Yana aytamiz, issiq suv, oyog'ingizni sovuq suvda yuvmaysiz, cho'milmaysiz deyapti.
Shu sifatlarni bajarsa, shu tarafda bajarsa, dori kor qiladi. Agar Qur'on bizga to'g'ri yo'l ko'rsatishini xohlasangiz, birodarlar, mana shu 3 ta sifat bo'lishi shart bizda. 3 ta elami. Ozu. O'zi shu birinchisini qoyim qilib olsak, birodarlar, o'zi yer yuzida bizdan baxtli odam bo'lmaydi. G'aybga ishonsa deyapti. Namoz o'qisa deyapti. Faqat o'qisa emas, qoyim qilsa deyapti. O'qish bilan qoyim qilish farqi bor. Bizda namoz Alloh taolo o'qinglar sollu degan emas, aqimu degan, qoyim qilinglar degan. Bu degani namoz nimani talab qilsa sizlardan shuni bajaringlar. Qalbinglar bilan, ruhinglar bilan jasadinglar bilan o'qinglar deyapti. Faqat bu yotib turishlik namoz emas. Biz namoz o'qiymiz birodarlar, ko'pchiligimiz. Qoyim qiladiganlar va Alloh rahmat qilgan bandalar ular. Biz Alloh akbar deganda esimizga keladi haqlarimiz, mushkullarimizni, problemalarni yechimlari Alloh akbar degan Rasululloh nima deganlar? Namoz oxiratdan, namozga kirsang dunyodan chiqasan degan. Uchinchisi, rizq qilib bergan narsalarimizdan nima qiladi odamlarga? Infoq ihson qiladi. 3 ta sifat qarang. G'aybga ishonadi, namozni o'qiydi, qoyim qiladi va rizq qilib bergan narsa infoq ihson qiladi. 3 ga bo'linyapti shu 3 ta sifat. Birinchisi qalb bilan bo'ladi.